Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan yana men. Xo'p, bugungi o'yinimizda biz именно VK4 emas, VK3 ham emas, ya'ni Absolute Empire degan o'yinni o'ynab ko'ramiz. Avvalambor assalomu alaykum do'stlar. Kelgan yangi 2026 bilan hammani qutlab qolaman. Bu yil omadli yil bo'lishiga umidvorman. Hammani bu yil omadini bersin, o'z ishonchini, o'z intilishiga, hamma o'zini ishiga omadini bersin. 2026 biz uchun har doim baxtli yil bo'lishini tilab qolaman. Xo'p, men vaqtni cho'zib o'tirmagan holda men o'yinni boshlayman. Birinchi bo'lib nima qilamiz? Bu o'yinda mana hozir ko'rsatib o'taman. Bu o'yinda asosan yillar keltirib o'tilgan ekan. Mana yillar, mana bu yerda yillar bor, mana 1936, 1910, 1948, 2000, 2024 bor ekan. Xo'p. Bizga hozir Ikkinchi jahon urushidan oldingiroq holatimiz kerak, ya'ni qaysi davlat tanlashimiz kerak bu yerda hozir. Angliyani tanlashimiz kerak yoki hozir ko'ramiz. Vot, mana Angliyani tanlaymiz. Angliya ketdim. 1936 sanoat payti, ayniqsa Elsini normal qo'yamiz hozircha. Qiyinroq o'zi nom ketadi. Xo'p, play ketdi mana. Bu yerda hozir bu yerda davlatlar juda ham ko'p. Bu yerda qo'shiqlar ham bor ekan mana. Xo'p, qanaqa qo'shiqlar bor ekan eshitib ko'ramiz hozir 1 minut. Qani. Vot, mana bu yerda hozir nima deyish mumkin? PS variantida, ya'ni kompyuter variantidagi Hearts of Iron o'yinining qo'shiqlari uje bu Android telefonlar uchun chiqarib qo'yishdi qo'shiqlarni. Yaxshi gap yo'q. Yana bir eshitib ko'ramiz. Da bu Germaniyaniki ekan, nargi Fransiyaniki ekan. Tak, bizga hozir anov kerak. Fransuzlarniki normal yoqdi menga. Uni hozir bizga qo'shiq ham kerak emas, chunki biz hozir video olyapmiz. Asosimiz mana shu o'yinni avzor qilish, iloji boricha ko'rsatib berish, sizlarga o'yin yoqsa tortish va shuni o'ynash. Mana hozir xo'p, bu yerda davlatlar ko'rsatib qo'ygan bu SSSR, xo'p, bu yerda keltirib o'tilgan. Xo'p, bu yerda asosan nima bo'ladi? Asosan sanoat kuchaytirish kerak. Mana bu yerda hozir mana xo'p, Moskvani oladigan bo'lsak, mana sanoat, mana yerda sanoat turibdi mana. Bu sanoatni ochish kerak. Xo'p, bu yerda sanoat ochilmaydi ekan. Chunki biz SSRdan emasmiz, biz hozir Angliyadanmiz mana. Mana hozir Londonda sanoatga kiramiz. Sanoatda mana shunaqa narsalar turibdi. Bularni o'rnini bittasini bo'shatamiz. O'rniga kimyoviy zavod quramiz. Bu kerakli, juda ham kerakli narsa. Xo'p, endi askar chiqarishga keladigan bo'lsak, askarni qanday chiqaramiz? Mana bu o'ng tomonda bu emas ekan. Bu emas. Hozir qayerdan chiqarardi? Bir minut. Xo'p. Askarni bu yerdan chiqaradi. Mana askar chiqdi mana bizda. Xo'p, bolalar, mana bu yerda tepamizda mana 500 vot mana 558 ming deb qo'ygan tepada joy bor. Mana tepasida -384 k turibdi. Bu Angliya, ya'ni Angliyaning askarlari bular. 558 mingta hozir askari bor, me'yordan oshiq. Xo'p, mana shu 558 mingta askarni ichidan hozir biz ishlatamiz bu hozir mana yerga mana. Ishlatamiz. Askarni ko'paytirishning imkoni ham bor. Mana bu yerdan ko'paytiramiz mana hozir. Kiramiz. Xo'p. Bular hali ochilmagan. Bularni ochish uchun bizga hozir nima kerak? Vot. Bizda zavod yo'q ekan. Factory. Bu organization bizga hozir kerak emas. Bizga hozir zavod kerak. Xo'p, armiya joyida.
Buni nomini ham o'zgartirsa bo'ladi. Mana United Kingdomni masalan England deb qo'ysa bo'ladi. Bunda hamma narsaning iloji bor. England mana Angliya. Xo'p. Bu yerda hozir askar chiqarayotgan joy ko'rinmayapti. Adashmasam bu keyinchalik bo'lsa kerak. Вот, keyinchalik bo'ladi mana. Mana chiqdi. Mana o'ng tomondagi burchakdagi Next One tepasidagi yashilchani tagida yana xullas kadr kesib tashlaymiz. Xo'p, mana kirdik. Agar tankni kuchaytirmoqchi bo'lsalaring, agar tank bo'limini ochmoqchi bo'lsalaring, mana yerda turibdi mana tank mana hozir. Tank bo'limi turibdi mana yerda askar chiqaryapti. Mana askar bo'limi. Mana bu yerda tankni chiqarish kerak. Tank bossak chiqmaydi mana. Tankni chiqarish uchun mana bu kiramiz. Mana bunga buni kuchaytiramiz. Mana bu yerda 5 ga deb qo'ygan pulni tepada ham pul turishi kerak. Endi buni chiqarish uchun 5 marta o'tkazishimiz kerak. Italiya jangi boshlandi. Bo'ldi, bu chiqdi mana. Mana kiramiz. Endi motorini ochamiz. Germaniya hujumga o'tibdi mana. Endi o'tyapti Germaniya. Xo'p. Yana endi buni ochish uchun bizga nima kerak buni ochish uchun 100 ta kerak ekan. Bo'ldi. Afrikada urush boshlanibdi, Ispaniyada urush boshlangan. Xo'p, mana tarixda kimnidir xabari bo'lsa, 1936-yilda Germaniya o'zini kuchlarini, tajovuzkor kuchlarini yana qaytadan tiklaydi, Chexoslovakiyani anneksiya qilishga harakat qiladi. Mana tajovuzkorga qarshi kuchlar tiklanyapti mana. Bu yerda nima ma'lum? Bu yerda hamma narsa tarixga bog'liq bo'lyapti. O'yin tarix bo'yicha tuzilib chiqqan mana. Ispaniyada ham shu ahvol mana. Ispaniyada fuqarolar urushi, Fransisko Franko boshchiligidagi bu yerda Adolf Hitler hokimiyat boshiga kelishi mana. Bu yerda nimadir muammo bo'lyapti hozir. Decision problemamiz. Hozir tankni ochishimiz kerak. Bizga 17 mingta pul kerak. Вот mana tankni ochdik. Вот mana tankni ochdik. Bolalar xullas mana endi kiramiz. Mana tank ochildi. Вот shu mana endi buni ko'paytiramiz. Tak bu ko'paytirildi. Endi kiramiz. Tankni ochamiz. Bunga kiramiz. Tankni ochamiz. Xo'p, tajovuzkor qarshi kuchlar deganda mana shuni nazarda tutish mumkin. Xo'p, buni ham tankini kuchaytirib qo'yamiz. Mayli, bu ham qolib ketmasin. Xo'p, mana. Xullas, o'yin mana shundan iborat. Agar boshqa narsalarni ham kuchaytirmoqchi bo'lsangiz, masalan, bu yerda hozir artilleriya yoki havo, mana bu yerda 173 mingta bo'lib qoldi. Endi boy 550 mingta edi, 173 mingta bo'lib qoldi mana. Mana shu askar beryapmiz maylarga, mana o'shani hisobi kamayapti. Xo'p, bu yerda endi masalan boshqa narsalarni ochmoqchi bo'lsangiz, mana aviatsiya bor. Bu yerdan kattalariga ketadi, mana kattaroq aviatsiyalar ketadi. Artilleriyani mana shunaqacha kelishlaring kerak. O tepada mana shu 3chovni ham kuchaytirib, mana shu 3chovni ham mana shu yergacha kelishlaring kerak. Xo'p, tugadi. Endi askarni anaqa qilmoqchi bo'lsalaring, ko'paytirmoqchi bo'lsalaring, mana mashinagacha kelishlaring kerak. Bungacha. Xo'p, zavodni kuchaytirmoqchi bo'lsalaring, bu yoqgacha kelasizlar, eng kamigacha. Xo'p, o'yin modi hozircha shundan iborat. Endi men hozir bitta narsani ta'kidlab o'tib ketaman. 1937-yil hozircha mana o'sha rivojlanish bo'ldi. Mana buni qanday yurish qilamiz desalaring, mana hamma narsa tarix bo'yicha bo'lgan bu yerda. Hamma narsa tarix bo'yicha ketyapti. Hozir mana Fransiyani Germaniya bosib olgandan so'ng Angliya hujumga o'tish imkoni bor. Chunki Angliya bilan Germaniya asosiy raqibdosh bo'ladi. Angliya masalan Fransiyaga urush ocha olmaydi. Bu o'yinda Belgiyaga ham o'sha nima deydi, Niderlandiyaga ham urush ocha olmaydi. Chunki haqqi yo'q. O'yinda tarix bo'yicha ketyapti o'yin. Tak hozir askarlarni mana o'ng tomondagi X yonidagi uni bosamiz.
Mana dengizga ko'chiramiz askarlarni. Buni ham dengizga ko'chiramiz. Mana. Xo'p, buni ham dengizga jo'natamiz. Xo'p, dengizga qayoqqa chiqdi dengizga? Ha, mana vot mana chiqdi mana. Bo'ldi, mana shu dengizga chiqdi mana. Angliya mana shunday modernizatsiya qilib, mana shunday kuchlarni yig'ishni iloji bor va o'yinda asosiysi shu. Bu yerda endi masalan mana tangachani qanday ko'paytirish iloji bor deyishlar mumkin. Bo'lmasa mana ximiyachskiy narsalarni qanday ko'paytirish mumkin deb hamma aytish mumkin. Bu narsani mana bunday yerlarga bosamiz. Любой bitta yerga mana Angliyani rasmi turibdi 1, 2, 3. Uchinchidagi zavodlarni bosamizda, mana o'z bu yerda hammasi zavod qilib tashlabdi bu yerdagilarni. Xo'p, agar boshqasini o'zgartirmoq mana teparoqda hech narsa yo'q ekan mana teparoqlarda. Teparoqqa bosamizda mana buni bosib zavodcha qurib qo'yamiz. Bo'ldi. Bu zavodcha bittadan keyin asta oshadi, bitta matchdan keyin. Xo'p, bizda bu yerda hozircha qiladigan ishimiz qolmadi. Albatta, bu yerda Polsha o'zining kuchlarini yig'yapti, o'sha urush boshlanish arafasida. SSR ham o'z kuchlarini yig'yapti. Xo'p, mana shu yerda endi picha vaqtni qisqaroq qilamiz. Endi nima qilamiz desanglar bolalar, endi 1939-yilni kutamiz. Go. Vot mana biz hozir mana o'sha joyga keldik bola mana. Agar kutib qo'ygan bo'lsam uzr so'rayman ming bor. Xo'p, mana biz o'sha 1939-yilning bahorgi faslidagi nemis hujumiga keldik. Xo'p, qani ketdik. Go. Bu yerda SSR, mana SSR Finlandiyaga bostirib kirgani. Shvetsiya ham bu yerda uzoqdan qolmabdi. Shvetsiya ham bor ekan, yaxshi. Bizga hozir urush kerak. Vot mana. Da anneksiya qilindi yerlar. Da mana endi urush endi boshlanadi. Da ketdi. Mana boshlandi Polshaga hujum. Mana birinchi chekadagi, ya'ni shimoldagi yerlar egallanib olindi. Qarshi hujumlar o'tildi. Bu yerda SSR ham bostirib kiryapti. Vot mana. Teskari surib ketdimi? Vot o'yinda bir xil holatlar bo'lib turadiki, ba'zi bir hollarda Polsha egallanadi, ba'zi bir holatlarda Germaniya egallanadi. O'yinda mohiyat yo'q uncha. Xullas, o'yinimiz hozircha mana shundan iborat. Boshqa bir ortiqcha narsasi ham yo'q. Bu yerda Finlandiya bor, lekin Finlandiyalar haqiqiy desa bo'ladi mana shunaqa narsalarda. Bu qolganlarni haqiqiy desa bo'ladi, lekin Germaniya tak yutqazadi deb o'ylamagandim. Yaxshi, hozircha modimiz shundan iborat. Hozircha VK4 modimiz yo'q. Bittasini topdim, lekin hali uni ochganim yo'q. Ichida virus to'lib yotibdi ekan, virusini yaxshilab tozalab, alohida YouTube'ga video qo'yib, undan keyin kanalga alohida qilib tashlayman, chunki ichida virus bor. Men uni kompyuterimga o'tkazib, kompyuterimni yaxshilab virusini tozalab, keyin bu tomonga o'tkazmoqchiman. Xo'p, kutib qo'ygan bo'lsam ming bor uzr. Keyingi videoyimiz xudo xolasa bir haftada chiqib qoladi. VK4 mod chiqadi. Men va'da beraman, agar avvalambor chiroyliroq mod bo'ladi degan umiddaman. Hozir chiroyli modlar uncha chiqmayapti. Hammasi qanaqadir bir g'alati yerlar, yana qanaqadir fantastik narsalar qo'shib tashlagan, originaldan asar ham yo'q. Hozircha mana shu. Sog'lik, salomatlik 2026 ni boshlab oldik. Mana xudo xolasa hammaga omad tilab qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat.